O'sha gap akalar, mashinasini qadrlaydiganlarga farqi yo'q. Xoh u Damas bo'lsin, xoh Matiz bo'lsin, minaman deydiganlarga sekin bir boshdan etap sarflayveradi. Bu yangi Damas, o'zim og'aynimniki. Balonini ko'ryapsizlarmi? 13 yumshoq diska qo'ygan, yumshoq balon qo'ygan diskalar bilan birga shu balon diska Asakadagi balon senterdagi Hamijoy ukamiz do'kondan qo'yilgan ekan. Balon diskani necha pulga olgan taxmin qilinglar. To'g'ri topgan odamning kartasiga 10 ming so'm emas, bu safar 25 ming so'm eng kamida pul kartasiga surib beramiz. Mashinamizga keladigan bo'lsak, biz bu mashinaga full holatida Euro 2 standartlariga to'laqonli javob beradigan propan qo'yib berganmiz. Atiker firmasiga tegishli armatura, Atiker firmasiga tegishli reduktor va Atiker firmasiga tegishli magnetik laban hamda 300 volt включаторlari bilan ko'rsatib turadigan dachlardan qo'yib berdik. Eng qizig'i, Turkiyaning eng ommabop Step degan firmasi bor. Atikerdan ham ko'ra kuchliroq firma. O'shani balonidan qo'yib beryapmiz. Bu degani Atikerga qaraganda yoki unda Fesaga qaraganda baquvvatroq, kuchliroq balon degani. Balonni o'ziga zavod tomonidan 10 yil garantiya beriladi. Qolgan firmalarga qaraganda bu sal kuchliroq bo'ladi.